Agar siz pensiya, nafaqa yoki kompensatsiya olayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya jamg'armasi ayrim to'lovlarni to'xtatishi, kechiktirishi yoki qayta tekshiruvga qo'yishi mumkin. Eng xavotirli joyi shundaki, odamlar ko'pincha buni faqat pul kartaga tushmay qolgandan keyin biladi. Hech kim oldindan qo'ng'iroq qilib, batafsil tushuntirib bermaydi. Men bugun sizga to'lovlar nega to'xtatilishi mumkinligini, kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlar xavotir olmasa ham bo'lishini va eng muhimi, bunday vaziyatda nima qilish kerakligini aniq tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim sabablar juda oddiy ko'rinadi. Lekin aynan shu sabablar tufayli odam oylar davomida pulni ololmay yuradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning o'zingizga, ota-onangizga, buvingizga, bobongizga yoki mahallangizdagi biror keksaga kerak bo'lib qolishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensiya va nafaqa masalasini juda sodda tushunardi. Yoshim yetdi, hujjat topshirdim, pensiya tayinlandi, endi har oy pul kelaveradi. Haqiqatan ham ko'p yillar davomida odamlar shunday yashadi. Agar biror o'zgarish bo'lsa ham, u sekin qog'oz hujjatlar orqali mahalla yoki pensiya bo'limi xodimlari orqali aniqlanardi. Kimdir yashash joyini o'zgartirsa, kimdir ishlashni boshlasa, kimdir chet elga chiqib ketsa, bu ma'lumotlar tizimlarga darhol tushmasdi. Shuning uchun ayrim to'lovlar inersiya bilan davom etardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, FHDYO, migratsiya, bandlik, bank, taybiy mehnat ekspert komissiyasi va boshqa bazalardan ma'lumot olishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, tizimsiz haqingizdagi ayrim o'zgarishlarni avtomatik ko'rib qolishi mumkin. Masalan, siz rasman ishga kirgan bo'lsangiz, vafot etgan shaxs nomiga to'lov davom etayotgan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, bola nafaqasi uchun daromad sharti o'zgargan bo'lsa yoki kartangizda muammo bo'lsa, to'lov tekshiruvga tushishi mumkin. Men bu yerda bir narsani aniq aytib qo'yaman. Har bir to'lovning to'xtashi noqonuniy degani emas. Ba'zan to'xtatish qonuniy bo'ladi. Lekin muammo shundaki, odamga sabab tushunarli tilda aytilmaydi. Fuqaro bankomatga boradi, pul yo'q. Ilovaga qaraydi, tushum yo'q. Pensiya jamg'armasiga boradi, navbat. Bankka boradi, bank bizga pul kelmagan deydi. Shunda odam o'rtada sarson bo'ladi. Bugungi videoda men aynan shu sarsonlikni kamaytirish uchun gapiryapman. Pensiya yoki nafaqa to'lovlar to'xtashining eng ko'p uchraydigan sabablaridan biri bu ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqlik. Oddiy qilib aytganda, bir idorada siz haqingizda bir xil ma'lumot, boshqa idorada boshqa xil ma'lumot turadi. Masalan, pasportdagi familiya yangilangan, lekin eski bazada eski familiya qolgan. Tug'ilgan sana bir joyda to'g'ri, boshqa joyda bitta raqam bilan xato. Yashash manzili o'zgargan, lekin ro'yxatdan o'tish ma'lumoti yangilanmagan. Shaxsiy identifikatsiya raqami noto'g'ri kiritilgan bo'lishi ham mumkin. Hayotiy misol olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirdi. Pasport yangilandi, bank kartasi ham yangilandi, lekin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan. Bir necha oy muammo bo'lmadi. Keyin tizimlar o'zaro solishtirilganda bankdagi ism familiya bilan pensiya jamg'armasidagi ma'lumot mos kelmay qoldi. Natijada to'lov vaqtcha ushlanib qoldi. Ayol mening pensiyamni bekor qilishdi deb o'yladi. Aslida esa masala hujjatlarni moslashtirishda edi. Yana bir misol, odam bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib o'tadi. Ro'yxatdan chiqadi, lekin yangi joyda ro'yxatdan o'tishni kechiktiradi. Pensiya ishi esa eski manzil turadi. Tizim fuqaroning yashash holati aniqlashtirilishi kerak deb bel qo'yishi mumkin. Shunday paytda to'lov butunlay bekor qilinmasligi mumkin. Lekin tekshiruv tugaguncha kechikadi. Odam esa bu farqni bilmaydi. Kimlar xavotir olish kerak? Hujjatlarni yaqinda almashtirganlar, familiya yoki ism o'zgartirganlar, yashash joyini o'zgartirganlar, ID karta olganlar. Bank kartasini yangi pasport ma'lumoti bilan ochganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Agar hujjatlaringiz bir xil, manzilingiz o'zgarmagan, bank kartangiz faol va oxirgi oylarda to'lovlar muntazam kelayotgan bo'lsa, vahima qilishga hojat yo'q. Lekin baribir vaqti bilan ma'lumotlaringizni tekshirtirish foydali. Pensiya jamg'armasi ayrim to'lovlarni tayinlashda yoki davom ettirishda odamning ishlamasligi, rasmiy daromadi, ijtimoiy holatini inobatga oladi. Bu hamma pensiyalarga bir xil ta'sir qilmaydi. Masalan, yoshga doir
pensiya olayotgan odam ishlasa, odatda pensiya ya'ni o'zi avtomatik yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin ayrim ustamalar, kompensatsiyalar, kam ta'minlanganlik asosidagi nafaqalar, bolalar nafaqasi, parvarish nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarda daromad muhim bo'lishi mumkin. Masalan, bir oila bolar nafaqasi olib kelgan. Uyda ota vaqtincha ishlamagan, ona ham daromadsiz bo'lgan. Keyin ota rasmiy ishga kiradi va oyga 3 million so'm maosh ola boshlaydi. Bu yaxshi yangilik, albatta. Lekin ijtimoiy nafaqa hisobida oilaning jami daromadi oshgan bo'ladi. Agar daromad belgilangan mezondan oshsa, to'lov keyingi davrda to'xtatilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Oila esa buni bizdan yashirincha pulni kesib tashlashdi deb qabul qiladi. Aslida tizim daromadni ko'rgan va mezonni qayta baholagan bo'lishi mumkin. Yana bir vaziyat. Pensioner o'z nomiga yakka tartibdagi tadbirkorlik ochgan, lekin amalda ishlamayapman deb o'ylaydi. Soliq bazasida esa u faol tadbirkor sifatida ko'rinadi. Ayrim imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha bu savol tug'dirishi mumkin. Shu sababli men doim aytaman, men ishlamayapman degan gap og'zaki holat, tizimda men qanday ko'rinyapman esa huquqiy holat. Muhim bo'lgani ikkinchisi. Bu yerda xavotir olish kerak bo'lganlar. Ijtimoiy nafaqa olayotgan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxsni parvarish qilgani uchun to'lov olayotganlar, rasmiy ishga kirgan yoki ishdan chiqqanlar, yakka tartibdagi tadbirkorlik ochganlar, o'zini o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tganlar, xavotir olmasligi mumkin bo'lganlar, oddiy yoshga doir pensiya oluvchi, pensiya tayinlangan va qonuniy ishlayotgan shaxslar. Agar ularning to'lov turi ishlashga bog'liq bo'lmasa, lekin aniq xulosa uchun to'lov turini alohida tekshirish kerak. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar uchun eng nozik masala bu muddat. Ayrim nogironlik holatlari muddatsiz belgilanadi. Ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi belgilagan muddat tugasa va odam vaqtida qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Bu jazolash emas, hujjat asosining tugagani bilan bog'liq. Misol uchun, fuqaro 2-guruh nogironlik bo'yicha nafaqa olyapti. Xulosa 1 yilga berilgan. U keyingi ko'rik sanasini unutib qo'ydi yoki kasalxonaga borishga ulgurmay qoldi. Tizimda muddati tugadi. Pensiya jamg'armasi asos yo'q deb to'lovni vaqtincha to'xtatadi. Fuqaro keyin qayta ko'rikdan o'tib, nogironlik yana tasdiqlansa, to'lovni tiklash masalasi ko'riladi. Lekin bu jarayon vaqt oladi. 1 oy, ba'zan 2 oy kechikish ham bo'lishi mumkin. Bu holatda eng katta xato odamning men oldin olganman, demak avtomatik davom etadi deb o'ylashidir. Yo'q, agar xulosa muddatli bo'lsa, u avtomatik abadiy davom etmaydi. Ayniqsa bolalar nogironligi umumiy kasallik, mehnat qobiliyatini yo'qotish darajasi kabi masalalarda hujjat muddati juda muhim. Qayta ko'rik sanasi yaqinlashsa, oldindan harakat qilish kerak. Yana bir nozik jihat bor. Tibbiy hujjat topshirilgan. Lekin elektron ma'lumot pensiya jamg'armasiga kech tushgan bo'lishi mumkin. Shunda odam men ko'rikdan o'tdim-ku deydi. Jamg'arma esa bizga ma'lumot kelmagan deydi. Bu ikki gap bir-biriga zid emas. Siz haqiqatan ham ko'rikdan o'tgan bo'lishingiz mumkin, lekin tizimda tasdiq hali ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun dalolatnoma, xulosa, ariza raqami, qabul qilingan sana kabi ma'lumotlarni qo'lda saqlab qo'yish kerak. Bu mavzu og'ir, lekin aytish kerak. Pensiya shaxsning o'ziga tayinlanadi. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga to'lov davom etmasligi kerak. Ba'zan esa vafot haqidagi ma'lumot tizimga kech tushadi yoki oila a'zolari kartadan pul yetishni davom ettiradi. Keyinchalik bu ortiqcha to'lov deb hisoblanishi, qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shu sababli vafot holatida oilaning birinchi vazifasi FHDYO orqali rasmiy, qayd va tegishli idoralarga xabar berishdir. Ishonchnoma masalasi ham muhim. Ko'plab keksa insonlar pensiyasini o'zi ololmagani uchun farzandiga yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Ishonchnomaning muddati bo'ladi. Agar muddat tugasa, bank yoki to'lov tizimi pul berishni rad etishi mumkin. Odamlar buni pensiya jamg'armasi to'lovni to'xtatdi deb tushunadi. Aslida pul kelgan bo'lishi mumkin, lekin uni olish huquqini tasdiqlovchi hujjat muddati tugagan bo'ladi. Tiriklikni tasdiqlash masalasi ayniqsa chet elda yashayotgan yoki uzoq muddat boshqa joyda bo'lgan pensionerlar uchun dolzarb. Agar shaxs O'zbekistondagi doimiy manzilida ko'rinmasa, bank operatsiyalari bo'lmasa, ishonchnoma orqali boshqa odam pul olayotgan bo'lsa, tizim tekshiruv so'rashi mumkin. Bu hammani gumon qilish degani emas. Bu ortiqcha va noqonuniy to'lovlarning oldini olish mexanizmi. Hayotiy misol.
Pensioner ayol qizi bilan Rossiyaga ketgan, lekin pensiya O'zbekistondagi kartasiga tushib turgan. Kartani o'g'li ishlatgan. Bir muddatdan keyin to'lov to'xtagan. Sababini so'rashsa, tiriklik va yashash holatini tasdiqlash kerakligi aytilgan. Bunday vaziyatda konsullik orqali hujjat olish, notarial tasdiq, shaxsning tirikligi haqidagi ma'lumot kabi talablar bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet elga uzoq muddat ketayotgan pensioner oldindan pensiya jamg'armasidan tartibni so'rab ketishi shart. Ba'zan muammo pensiya jamg'armasida emas, bank tarafida bo'ladi. Kartaning muddati tugagan, karta bloklangan. Hisob raqam yopilgan, bank rekvizitlari o'zgargan, plastik karta almashtirilgan. Lekin yangi karta pensiya to'loviga ulanmagan bo'lishi mumkin. Fuqaro esa pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul qaytgan. Ushlanib qolgan yoki to'lov amalga oshmagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning kartasi 2025 yil mart oyida tugagan. U yangi karta oldi, lekin pensiya bo'limi yoki banki pensiya shu kartaga tushsin deb yangilash qilmadi. Keyingi oy pul tushmadi. Bank eski karta ishlamaydi deydi. Pensiya jamg'armasi biz to'lov yuborganmiz deydi. Odam yana o'rtada qoladi. Bunday holatda eski va yangi karta rekvizitlari hisob raqam holati. To'lov qaytgan, qaytmaganini tekshirish kerak. Yana bir holat, bank kartasi, sud qarori, aliment, kredit qarzi yoki ijro hujjati sababli qisman bloklangan bo'lishi mumkin. Pensiya ijtimoiy to'lov bo'lsa-da, ayrim holatlarda ushlab qolish qonuniy tartibda amalga oshiriladi. Lekin ushlab qolishning ham chegaralari, tartibi va hujjat asosi bo'lishi kerak. Agar siz pensiyangizdan katta miqdorda pul ushlab qolinganini ko'rsangiz, bankdan qaysi ijro hujjati asosida degan yozma ma'lumot so'rashingiz kerak. Texnik xatolar ham bo'ladi. To'lov kunlari bank tizimi yuklama ostida qoladi, tranzaksiya kechikadi, SMS kelmaydi, ilovada vaqtincha aks etmaydi. Bitta kun kechikish har doim ham to'lov to'xtadi degani emas. Lekin 3-4 ish kuni o'tsa va pul kelmasa, albatta tekshirish kerak. Men odamlarga shuni maslahat beraman. Faqat SMS ga ishonmang. Bank ilovasidan kirib hisob tarixini ko'ring yoki bankdan hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. Eng jiddiy sabablardan biri bu ortiqcha to'lov aniqlanishi. Ba'zan odamga bir necha oy yoki bir necha yil davomida noto'g'ri miqdorda pul to'langan bo'lishi mumkin. Sabab turlicha. Ish staji noto'g'ri kiritilgan, daromad hujjati xato olingan, bola soni bo'yicha ma'lumot yangilanmagan. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa ham to'lov davom etgan, vafot etgan, shaxs nomiga pul tushgan yoki bir xil davr uchun ikki xil to'lov berilgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, to'lov qayta hisoblanadi. Bu yerda odamlar juda ehtiyot bo'lish kerak. Agar sizga siz ortiqcha pul olgansiz deyishsa, darhol qo'rqib imzo qo'yib yubormang. Avval yozma asos so'rang. Qaysi davr uchun qancha summa, qaysi qaror bilan, qaysi hujjatga asosan ortiqcha deb topilgan. Masalan, sizga tekis million so'm ortiqcha to'lov deyishdi. Bu raqam qayerdan chiqdi? 2023 yil yanvardan 2024 yili aprelgacha bo'lgan davrmi? Har oy qancha farq hisoblangan? Sabab nima? Bularning hammasi yozma bo'lishi kerak. Hayotiy misol. Bir kishining ish stajiga sobiq korxonadagi yillar qo'shilgan. Keyin arxiv tekshiruvda o'sha davr uchun hujjat to'liq tasdiqlanmadi. Pensiya miqdori kamaytirildi va oldingi davr uchun farq ortiqcha to'lov deb chiqdi. Bu juda og'ir vaziyat. Lekin fuqaro arxivdan qo'shimcha ma'lumot topib kelsa, sobiq korxona hujjatlarini tiklasa, guvohlik yoki boshqa qonuniy dalillar bilan stajni tasdiqlashga urinsa, masala qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yana bir misol, bolalar nafaqasi olayotgan oilada farzandlardan biri belgilangan yoshdan o'tgan, lekin tizimda yangilanish kechikkan. Keyin qayta hisobda sizga 2 oy ortiqcha to'langan degan xulosa chiqadi. Bu holatda ham darhol bahslashishdan oldin hisob kitobni ko'rish kerak. Agar haqiqatan ortiqcha to'langan bo'lsa, uni qaytarish tartibi bo'ladi. Agar xato bo'lsa, yozma e'tiroz berish kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchisi, to'lov kechikishi bilan to'lov to'xtatilishi bir xil narsa emas. Kechikish texnik, bank, bayram kunlari, dam olish kunlari yoki moliyalashtirish jadvali bilan bog'liq bo'lishi mumkin. To'xtatilish esa odatda hujjat, huquqiy asos yoki tekshiruv bilan bog'liq. Shuning uchun birinchi kuniyoq vahima qilib pensiyamni olib qo'yish demang. Lekin beparvo ham bo'lmang. Ikkinchi nozik jihat, telefon orqali aytilgan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Sizga kimdir to'lovingiz to'xtagan. Hujjat yetmayapti. Keyingi oy tushadi deyishi mumkin. Lekin keyin masala cho'zilib ketsa, sizda isbot bo'lmaydi.
Shuning uchun muhim vaziyatlarda yozma ariza bering va arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. Uchinchi nozik jihat. Bank bilan pensiya jamg'armasi vazifasi boshqa. Bank pulni qabul qiladi. Karta va hisobni yuritadi. Pensiya jamg'armasi esa to'lovni tayinlash va yuborish bilan shug'ullanadi. Agar bank pul kelmagan desa, jamg'armadan to'lov jo'natilmaganini so'rang. Agar jamg'arma pul yuborilgan desa, bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling. Ikki tarafning og'zaki javobi bilan yuravermang. To'rtinchi nozik jihat. Qarindoshlar nomidan ish yuritish uchun hujjat kerak. Men uning o'g'liman, men uning keliniman. Men qarayman degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Ishonchnoma, vasiylik, homiylik, qonuniy vakillik hujjati talab qilinadi. Ayniqsa, pensioner yotib qolgan, harakatlana olmaydigan, xotirasi zaiflashgan bo'lsa, bu masalani oldindan qonuniy rasmiylashtirish kerak. 5. Nozik jihat. Ayrim to'lovlar bir-biriga ta'sir qiladi. Masalan, bir odam bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy yordam turiga da'vo qilsa, tizim ularni solishtirishi mumkin. Ba'zi to'lovlar birga beriladi, ba'zilari esa bir-birini cheklaydi. Shu sababli qo'shnim olyapti, men ham olishim kerak degan yondashuv doim ham to'g'ri emas. Har bir oilaning daromadi, tarkibi, nogironlik holati, yoshi, ish staji, manzili, mulki, rasmiy bandligi alohida bog'lanadi. Agar pensiya yoki nafaqangiz kelmay qolsa, birinchi qiladigan ishingiz bankni tekshirish. Bank ilovasidan hisob tarixini ko'ring. SMS ga tayanib qolmang. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Hisob raqami faolmi? Shuni aniqlang. Agar imkon bo'lsa, bankdan oxirgi 1-2 oy uchun hisob varaq ko'chirmasini oling. Bu hujjat keyin sizga kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Yashash joyingizdagi bo'limga boring yoki rasmiy murojaat kanallari orqali ariza yuboring. Arizada aniq yozing. Men falon turdagi pensiya yoki nafaqa olaman. Falon oydan boshlab to'lov kelmadi. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman. Arizada pasport ma'lumotlari, JSSHIR, telefon raqam, manzil, bank karta yoki hisob raqam haqidagi ma'lumotlarni to'g'ri kiriting. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa uning nusxasi, bank ko'chirmasi, tibbiy xulosa bo'lsa uning nusxasi. Ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, arxiv yoki ish staji hujjatlari, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, daromad ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkaga solib qo'ying. Bu oddiy ko'rinadi, lekin amalda sarsonlikni 2 barobar kamaytiradi. 4-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga hujjat yetmayapti deyishsa, qaysi hujjat yetmayotganini yozma so'rang. Agar tekshiruv ketmoqda deyishsa, tekshiruv nima asosda ketayotganini so'rang. Agar ortiqcha to'lov bor deyishsa, hisob-kitob jadvalini talab qiling. Sizning huquqingiz bor, to'lovingiz nega to'xtaganini bilish, qaror nusxasini olish, xatoni tuzatish uchun hujjat topshirish va agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish. 5-qadam, muddatlarni kuzating. Nogironlik qayta ko'rigi qachon? Ishonchnoma qachon tugaydi? Bank kartasi qachon tugaydi? Bola nafaqasi uchun qayta ariza muddati qachon? Bularni telefonga eslatma qilib qo'ying. Ko'p muammo odamlarning qonunni bilmasligidan emas, muddatni o'tkazib yuborishdan chiqadi. Agar siz keksa ota-onangizning ishini yuritsangiz, ularning hujjat muddatlarini alohida daftarga yozib qo'ying. 6-qadam. Agar masala cho'zilsa, murojaatni yuqoriga olib chiqing. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi murojaat kanallari. Har bir murojaatda hissiyot emas. Fakt yozing. Pulimni berishmayapti deb emas. Falon sanada murojaat qildim. Falon raqam bilan qabul qilindi, javob olmadim yoki javobda sabab ko'rsatilmagan deb yozing. Fakt kuchli bo'ladi. Hissiyot esa ko'pincha masalani cho'zadi. Men alohida ta'kidlayman. Hujjati yaqinda o'zgarganlar, boshqa viloyatga ko'chganlar, chet elga uzoq muddat ketganlar, nogironlik muddati tugash arafasida turganlar, ijtimoiy nafaqa olayotgan va oilasida rasmiy daromad paydo bo'lganlar, bank kartasi yaqinda almashtirilganlar, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar ayniqsa hushyor bo'lishi kerak. Bu odamlar to'lov kelmay qolinishini kutmasdan oldindan tekshirsa, ancha muammoning oldi olinadi. Kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak? Agar sizning yoshga doir pensiyangiz muntazam kelayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, karta faol bo'lsa,
manzilingiz bir xil bo'lsa, tibbiy muddat yoki ijtimoiy mezon sizga taalluqli bo'lmasa, har bir mishga ishonib qo'rqishingiz shart emas. Lekin baribir rasmiy manbadan tekshirish odatini shakllantiring. Chunki bugungi kunda eshitdim, aytishdi, Telegramda yozishdi degan gaplar ko'p, lekin har bir holatning huquqiy asosi alohida. Bugun men sizga pensiya jamg'armasi to'lovlari nega to'xtashi yoki kechikishi mumkin bo'lgan 6 ta asosiy sababni tushuntirdim. Ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqlik, daromad va ish holati, nogironlik muddati, vafot va ishonchnoma masalalari, bank kartasi muammolari hamda ortiqcha to'lov yoki qayta hisob-kitob. Eng muhim xulosa shuki, pul kelmay qolsa, vahima qilmang, lekin kutib ham o'tirmang. Bankni tekshiring. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Hujjatlarni yig'ing va har bir javobni rasmiy shaklda talab qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday vaziyatga tushgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya yoki nafaqa necha kun kechikdi? Sizga qanday sabab aytishdi? Muammo qanday hal bo'ldi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi keksalarga yuboring. Chunki bir odam vaqtida bilgan ma'lumot ba'zan butun oilani o'ylab sarson bo'lishdan saqlab qoladi.